Hududlarda tashkil etilayotgan shijoat va g'ayrat musobaqasining hududiy bosqichi Farg'ona viloyatida ham o'zgacha ruhda bo'lib o'tdi. Bellashuvda ishtirokchilarning jismoniy tayyorgarligi, chaqqonligi va harbiy bilimlari sinovdan o'tkazildi. Musobaqa tafsilotlari muxbirimiz Muhammad Sidiq Usmonov lavhasidan o'rin olgan. Bellashuvda 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan mahalla va tuman bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar 6 ta shart asosida o'z iqtidor va jismoniy tayyorgarliklarini sinovdan o'tkazdilar. Bu tanlovning asosiy vazifasi yoshlar bo'lganda ham aynan mahalladagi yoshlarni harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalash, ertaga O'zbekistonda bo'ladigan barcha jarayonlarda shu yoshlarning o'rnini yanada oshirishga qaratilgan deb bemalol ayta olamiz. Kun davomida imkoniyatlar sarhisob qilinib, saralangan eng munosiblar esa g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tantanali taqdirlash tadbiri davomida so'z olganlar davlatimiz rahbari tashabbusi bilan o'tkazilayotgan mazkur musobaqaning Farg'ona viloyat bosqichi yoshlar uchun nafaqat jismoniy tayyorgarlik sinovi, balki vatanparvarlik, jasorat va jamoaviylik ruhini mustahkamlovchi katta maktab bo'lganini ta'kidlashdi. Viloyat bosqichida 3-o'rin So'x tumanidagi Lembur mahallasi yoshlariga, 2-o'rin esa Buvayda tumanining Baxchir mahallasi yoshlariga nasib etdi. Eng yuqori o'rin va kubokni esa Furqat tumanidagi Qo'qonboy mahallasi yoshlari qo'lga kiritib, musobaqaning respublika bosqichiga yo'l oldilar. Taqdirlash tadbiri davomida harbiy ko'rgazmali chiqishlar va ko'ngilochar musiqiy dasturlar ham yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.